Birinchi bo'lib Vodiydan, Andijondan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Rashtaka barabanni aylantiring yaxshilab, qattim. Olqishlaringiz azizlar. Keling. Zamiraxon Umurzoqova, Namangan To'raqo'rg'on, birinchi imkoniyatlari. Biz bitta imkoniyat hozir nima tushsa, shu yutuq oxirigacha o'ynaladi. Shu yutuq oxirigacha qoladi. 3 quti tushsa ham, 3 qutidan ham 12 chiqishi mumkin. Men bilmayman. Xullas bu sizning omadingiz. Qani, Vodiydan kelganlar, qarsanglar. Voy, qaramang, namichi ko'p qaraysiz. Voy. Digohlari faqat barabanda-ya. Qaramay turing. Ko'ramiz nima tushar ekan. Yaxshi, mana 12 yaqinlashyapti o'rtoqlar. Xo'sh. Xo'sh. O'tib ketdi. Jesko savdo belgisidan Damas. Zuhraxonni taklif qilamiz. Zuhraxon keling. Hozircha Jeskodan Damas naqd. Agar bularga ham Jeskodan yoki LCdan Damas yoki maishiy texnika tushsa, avtomobil uchun alohida bellashuv bo'ladi. Tushunarli? Hozircha Damas naqd. Qarsanglar bo'lsin azizlar, olqishlaringiz. Topshiring singlimizga. Aha. Endi barabanni aylantirasiz. Siz qattim. Qani Buxorodan, G'ijduvondan. Bunyod Urunov. Yaqinlari, jigarlari, oila a'zolari, qavm qarindoshlar. Qo'llab-quvvatlab turamiz, qarsanglar. Balki bitta 12 tushar. Yaxshi, mana yaqinlashyapti. Xo'p, barchaning nigohi sariq yo'lakda. Sariq yo'lagimizda, demak, LC va Jeskodan 12 avtomobili. Demak, LCdan Damas. Agar okamlarga ham Damas yoki Damas plus maishiy texnika tushsa, 12 uchun bellashuv bo'ladi. Tushunarli? Dodam, bitta durib ketishingiz mumkin. Olqishlaringiz. Endi barabanni siz aylantirasiz. Qattiq aylantiring. Ana. Andijon, Jalaquduq. Shu oxirgi payt sport bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, shu andijonliklar katta-katta sovg'alar urib ketishyapti-da. Ha, dodam, andijonliklar keldi, boburiylar keldi, temuriylar keldi deb baraka toping. Xo'p, qo'llab-quvvatlab turamiz, qarsanglar. Yaqinlashyapti o'rtoqlar. Nahotki 12. Nahotki. Xo'sh. Wow, yomon emas natija. LCdan Damas. Zuhraxon keling. LCdan Damas. Tabriklaymiz. Hop, qarang. Hammada bir xil yutuq. 12 avtomobil uchun bellashuv bo'ladi. 12 kimga tushsa, 12 bilan ketadi, Damas qoladi. Qolganlar nima yutuq qo'lga kiritgan bo'lsa, shu yutuq bilan ketadi. Tushunarli-ya? 3 quti ham bor. Tushunarlimi? Tayyormisizlar? Sizlarchi? Aylantiring. Vodiydan, Namangandan tashrif buyurgan ishtirokchi, To'raqo'rg'ondan, demak, Zamiraxon Umurzoqova. Siz qaramang yoqqa. Ko'zlaringizni yumib oling. Ko'rmang ham, kuymang ham. Nima tushsa men o'zim e'lon qilaman. To'g'rimi? Qani, To'raqo'rg'on, qarshi chalib olqishlab turamiz. Yaqinlashyapti o'rtoqlar, 3 quti yaqinlashyapti. Qarsanglar eshitilmayapti. Mana! Xo'sh! Voydat! O'tib ketdi. Baribir LCdan Damas qarsanglar. Zuhraxon keling, LCdan Damas yo'lagi. Endi siz taklif qilamiz. Qani bir aylantiring, ko'ringlar-chi. Ana, Buxoro. Bunyod Urunov. Buxoro, G'ijduvon. Ko'ramiz nima tushadi. Damas plus maishiy texnika.
sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Sal qattiq bir aylantirganingizda 12 tushar ekan. Endi bir buxorocha aylantiring barabanni. Ana. Baraka toping. Kesillar. Andijonga boramiz hamma. Xudo xolasa. Jalaquduqqa. Xo'p, 12 dan o'tib ketdi. Balki bu 3 quti tushar. 3 quti yaqinlashyapti. Andijon, mana. Ha? Yana. Wow! 3 quti! Bravo! Uch quti tushdi. Hozir xohlasangiz Zuhraxonni taklif qilaman. 3 ta qutini olib chiqadilar. 3 ta qutidan bittasida 12 avtomobili bor. Ikkitasi bo'sh. Agar bo'shini tanlasangiz, Damas olasiz, ketasiz. Bo'ldi, o'yindan chiqib ketasiz. Agar 12 topsangiz, 12 sizniki. Agar chiqmay qolsa, unda Damas bilan ketasiz. Maslahat qiling. Yanga! Hozir 3 quti orqali 12 olib ketsa bo'ladi. Shu desiz, agar shunday bo'lsa bo'ldi. Mabodo chiqmay qolsa Damas bilan ketadilar, shu. Yanga billo! Nima qilib o'tiribsiz? Gapiring, cholingizga. Yuragimi? Hozir men yuragini tekshirib kelay. Yaxshi o'tiringlar. Oka, bu imkoniyat, bu omad, shu bekorga omad deyilmaydi. Balkim hozir chiqar. Balkim oxirida chiqar, hech kim bilmaydi. Xo'p, olib chiqing. 3 quti. Aniq javob, oxirgi variantingiz. Ayting. 3 quti. 3 quti. Azizlar, omad shou selonida vodiylik ishtirokchimizga 3 quti yo'laga tushdi. Ular 3 quti yo'lagini tanladilar. Hozir 3 quti orqali 12 avtomobil yutilishi mumkin yoki yutilmasligi ham mumkin. Xullas, omad tilaymiz. Olqishlaringiz sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Marhamat. Qarang, aka. Mana 3 ta quti, va'da. Bittasida avtomobil aniq 12, ikkitasi bo'sh. Qaysi birida nima bo'ldi, men ham bilmayman. Men ham sahnada sizga o'xshab turgan odamman. Zuhraxon ham bilmaydi. Zuhraxonga qarayaptilar. Qatdan biladi bu. Zuhraxonga qarab qaysi biri deydilar. Ha, Rashid aka. Xo'p. Tanlovga tayyormisiz? Qaysi biri? Yuragingizga ishoning, yurak nima deyapti? Bo'l, qo'lingizga oling, bo'ldi, shumi? Bo'ldi. Tayyormisiz? Sekin. Berib turing yo'lni. Qani sekin oching. Yo'q. O'rtoqlar! 12 avtomobili! Mana buni ham ko'rsatamiz, Mana. Mana bo'sh. Mana buni ham ko'rsatamiz. Bu ham bo'sh. 3 quti orqali 12 avtomobili g'olibi topildi. Qarsiylar! Chaqaloqni ham sizlashadi janchasiga, nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadi janchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar. Shahrixoniy taqib quchoqlar, yurishadi janchasiga, yurishadi janchasiga. Yürüşeden janchasiga, yürüşeden janchasiga. Azizlar, 12 avtomobil g'olibi aniqlandi. Andijonlik akamizga muborak bo'lsin, qarsiylar. Rashtaga to'g'risi, boshda sal qo'rqdingiz. Yo, o'yinni davom ettiraman, o'ynamayman, u yeydi, bu yeydi qildingiz. Keyin yangam
oling deganlardan keyin ko'rdingizmi mana ayol kishi to'g'ri maslahat beradi. Yo'q, qayerdan bildingiz birinchi qutidaligini? Yurakmi? Yurak. Mana rosaga ham ikkita quti bo'sh. Rost. Tabriklaymiz, qarsanglar bo'lsin. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Zuhraxon keling. Olqishlab turamiz raislar. 12 avtomobili g'olibi topildi. Andijon Jalaquduq. Ana, ko'taring. Endi siz bu yoqqa o'tib turasiz. Ha. Siz bilan ish bor. Hozir mana Buxorodan, Vodiydan kelgan mehmonlarimizdan taklif qilamiz, kelinglar. G'oliblarimizga sovg'alarimiz bor. Mana Damas tushgan, Damas naqd. Ularni ham tabriklaymiz, qarsanglar. Niyatlar bormi? Niyatlarim, meni tanigan barcha Namangan ahliga, To'raqo'rg'on ahliga salom aytaman. Omad Show televizion tarixida 1747-avtomobil Namangan To'raqo'rg'on. 1748-avtomobil Buxoro G'ijduvon. Mana bu sovg'alar homiylarimizdan qabul qilasizlar. Yangi sizlar bilan xayrlashamiz. Niyatli bo'lsa, tabriklar bo'lsa, salomlar bo'lsa yo'llanglar, marhamat. Mani kuzatib turgan hamma O'zbekistonga hammasiga alangalik salom. Rosagan o'yin, hamma muxlislik qilsin chiqadi Rosagan. Mana, sog' bo'ling. Damas avtomobillar muborak bo'lsa, xayrlashamiz, salomat bo'linglar, buyursin. Ha? Bitingmi yoqqa? Qani turingmi-da? Deb turing. Qarang yoqqa. Yo'dan boshlaymiz, xo'pmi? Ketdi. Anjarliklar keldi, Boburiylar keldi, Anjarliklar keldi, Temuriylar keldi. Xo'p, nimalar gapirgisi kelyapti yurtdoshlarimizga? Gapiring. Omad Show rostmi, yolg'onmi mana? Keldingiz, ko'rdingiz. 7 yildan beri muxlis ekansiz. Omad shu rostligiga o'zim ishonardim. Agar rost bo'lmasa, O'ynamas edim. omad shu allaqachon Yopilib ketgan. To'ppa-to'g'ri, men ham shuni aytaman. O'zbekiston xalqiga, hamma xonadoniga bitta 12 beraylik. Niyatimiz shu. Bo'ldi. Salomlar bormi? butun O'zbekistonda kim meni taniganlarga, Toshkentliklarga, Andijonliklar, Jalaquduqliklar, ko'tarma ahliga, hamma sinfdosh bolalari, qizlarga, qarindosh urug'larga, hamma kim meni tanigan bo'lsa, hammasiga salom. Sog' bo'ling. Dastur so'ngida 20 ta velosiped va'da qilingan. G'oliblarni aniqlaymiz, siz yordam berasiz, keling. Azizlar, Omad Show televideniyeni bemalol SMS jo'nashda davom etishingiz mumkin. Sababi bizda avtomobildan tashqari qo'shimcha g'oyibona g'oliblarni aniqlaymiz. Ya'ni 20 ta yurtdoshimizga 20 ta velosiped ulashamiz. Bosing. Rahmat. Demak, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz. 20 nafar vatandoshimizga 20 ta velosiped muborak bo'lsin. G'oyibona tarzda mana shu velosipedlarni o'z egalariga topshiramiz. G'oliblarni hammalarini chin dildan tabriklaymiz. Mana bu sovg'alar, qarang. Homiylardan, LCJSkodan jelligi. Hojonam sovg'a olib kelgan ekanlar menga. Hojonam yetimni qo'ydini ko'taraman deb qishda yaxlab qolmasin deb cho'pon olib kelibdilar. Ana. Voy. Sarpo kiyish bo'yicha jahon chempionatida birinchi o'rinni olgan Botirxon. Egeling bolam. Mana. Yarashdimi? Yana sovg'ami? Endi buni yechib turing, onam. Oba. Qani? Ana. Yarashdimi? To'xtang. Endi Batirbay bo'ldimi? Batirbaymi? Batirbay. Men keling onam. Batirbay, Qirg'iz qishlog'i davom etdi. Bo'ldi, Qirg'iz qishlog'iga boramizmi? Batirbay kutib olsadimi? Men qarang, Sholponay bormi? Sog' bo'linglar. Rahmat, e'tibor uchun, sovg'alar uchun. Yarashdimi? Hozir Zuhraxon ko'ra olmaydi. Ey, anu Rashtboy turishini qaranglar. Rashtboy! Alabey. Charchamadingizmi? Yo'q.
sog' bo'ling. Rossiyada Yakubovich bo'lsa, O'zbekistonda Botirxon Imomxo'jayev. Eng ko'p sovg'a olgan ijodkor. Zuhraxon keling. Rahmat sizga. Xo'p. Azizlar, hammanglarning nomingizdan yana bir bor Rashid akamizni tabriklaymiz. Olqishlaringiz 10x avtomobili muborak bo'lsin. Men boraman, kutib olasiz. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Yana ketib qolmay ishim bordi. Yo'q. Odatingiz bormi? Yo'q. Telefonda olmaydigan odatlari bormi? Ketib qolish yo'q. Qarang. Vaqtiga. Bo'ldi. Tushundingizmi? Rahmat. Sog' bo'ling.